Hamburg vulkanlardagi shu chürük to'qpachiqini bu xil uslubda chiqarsangiz nihoyat qulaylik. Oilada va ochiq tushlik rangpesxonlarda mush bu ish chiqarsanlar bo'ladi. Qo'shimcha kirim to'liq ko'rib o'rganib oling, yo'ltiz belgisini bosib saqlab oling. Oldi bilan 2 kilogramm to'xini yoki pochaqni bir qancha yerga pishab qo'yib tayyorlab olgandan keyin ozroq bosh piyoz, zanjibil, yarim qo'shiq tuz, Feycan zeycan, az miqdorda oqmuch, qarmuch, 30 gram loz uni va ozroq shonchu qo'yib, takshi aralashtirib tamlantirib olamiz. Tamlantirish vaqti 2 soat bo'lsa bo'ladi. Mazmunimizni qo'llash yuzidan bir tal yurak besib, inkas rayoniga 6 raqamini yo'llab qo'ying. Orqadan bir tal qachiga 2 tal tuxum chaqib olgandan keyin 50 gram dianfin solamiz. Ravers bir aralashtirib o'tgandan keyin 30 gram bug'doy uni solamiz. Takshi aralashtirib, umoch halatga eklab olamiz. Arqadan 2 soat tamlantirib to'g'izib olgan pochaqdagi bosh piyoz, zanjibillarni ajratib ayrim bir dasqa ilib olib, umashni ustiga to'kamiz. Takshi aralashtirib yana 5 minut atrofida tamlantirib o'tamiz. Bir tal taxsiga 200 gram menbokan to'kib, tayyorlab olgan pochaqning ham yeriga takshi so'kaymiz. Mana bu holatda tayyorlab olsanglar bo'ladi. Orqadan qozonga bir qadar ko'proq may quyib, may normal qizgandan keyin to'xu pochaqini solib chürük solaymiz. Birinchi qadamda 6 minut atrofida intayin bo'sh o'tda chürük bir zalib o'tgandan keyin 5 minut to'g'izib sovutib o'tgandan keyin ikkinchi qatim yana normal qizgan mayga solib 4 minut atrofida chürük zalaymiz. Undan keyin taxsiga olib iste'mol qilsaqla bo'ladi. Sizmi chürük to'xu pochaqini yoqtiramsiz? Yoqtirdiganlar inkas rayoniga va shayxon degan xatni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bosh paytdagi boshqa filmlarni ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi.